Xo'p, o'rtoqlar, ertagalikka novinkalarda вообще ko'p o'rtoqlar. Mursko'ylagi shunaqangi o'rtoqlar, tepa-past dvoychkalar kelgan, materiallari o'rtoqlar velvet, sifatlari вообще zo'r, nachosli emas, lekin hozirgi sezonga kiysa bo'laveradigan. Narxlari ham вообще hamyonbop narxlarda, narxi aytiga 150 ming so'mdan, sifatlari вообще chotki. Hozir buni model kelgan rasmlarni, model bola kelgan rasmlarni tashlab beraman. Savdolarimiz ham bor o'rtoqlar, Arial Persisite 3 kilolik, 6 kilolik, 10 kilolik savdolarim bor. Bemalol olib kelib maza qilib olib ketib olsanglar bo'ladi. 3 kiloliklar narxlari 40 ming so'mdan, sifatlariga o'zim javob beraman. Sifatlari вообще zo'r chiqyapti. 6 kiloliklar narxlari 75 ming so'mdan, super narxlarda. Paypoqlar bor o'rtoqlar, shubalarni xillaridan bor, xohlovchilarga uzun shubalarimiz ham bor. Narxlari 250 ming so'mdan super aksiyalarda. Ha, bu kaltalari esa 250 ming so'm emas o'rtoqlar, 150 ming so'mdan va kopeyka narxlarda Xitoy original shubalarimizni olib ketsanglar bo'laveradi. Bundan tashqari kurtkalar bor, 75 ming so'mdan kurtkalar ham bor o'rtoqlar. Sifatlari вообще zo'r. Ichlari Hello Fighter, oq va qora rasyotkasidan bor o'rtoqlar. Bu yerda momiq pastellarimizdan bor. Ertaga sotuvimizda rosa ko'p narsalar, novinkalarda zo'rlardan olib kelib qo'ygan.